Xudoni izlagan. Xudoni izlab chiqqan. Va Allohga oshiq bo'lgan. Allohga oshiq bo'lgan. Endi nasib qilsa bizlar ham ozmoz suralarlarimiz, nasib qilsa shu suralarni o'qib, yana duoni o'qib chiqib ketaveramiz. Mayli. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik yawmiddin. Qabristonimiz mana bu tomoni Oqsulatniki. Sarkaniki. O'rga endi qarang, Oqsulat, Sarka ikkita mahalla. Iskandar 3 ta mahalla. Xo'jalar 4 ta mahalla. Sopqozilik 5 ta mahalla. Oytira Ko'makov 6 ta mahalla. Oshxota mahallasi 7 ta. 7 ta mahalla sho'rga olib keladi. Juda qabristonimiz katta. Endi dokumentda qancha joy bo'lsa ham, bu 55 gektar 50 gektar qabristonga chiqib qoladi. Turkmanlarning qabristoni bor, qozoqlarniki bor. Mana bu tomonda ham 30 gektarmi, 20 gektar qabriston shunday turibdi. Ularda endi egalari yo'q. Shuni tozalaymiz, rayondan buyruq qilgan. Tozalaydi bolalar, hashar qilamiz. Hamma rahmat, hamma mahalladan odamlar kelib qabriston tozalab berib ketadi. Endi hozir men ham mana shu Oqsulat Sarkadan bu yoqqa qarab kelyapmiz-da. Sarkani ichi bilan Oqsulat daryodan o'tib bu yoqqa kelyapmiz. Shu Oqsulat qishlog'idan mana shu tepalikgacha bo'lgan joyda ham agar meni ham bir foydam tegsa, kuzatib turganlar ichida shu mutasaddilar bo'ladigan bo'lsa, bir 2 kilometr, 3 kilometr yo'li bor ekan, juda ham sal yomonroq ekanda, toshli yo'llar. Shunga bir homiylar chiqsa, mana shu videodan ko'rib, o'sha yo'lda ham bir toshli ko'proq to'kib yoki bir asfalt qilib beradigan bo'lsa, juda ham bir kim qilsa ham shu ishda bir savob ishga qo'l urgan bo'laydi, savobga qolaydi. Mana shu yerga kim keladigan bo'lsa ham, o'sha odamga shu yo'ldan, ravon yo'llardan yurib, shu odamning ham bir haqlariga duo qilgan bo'laydi. To'g'ri. Endi homiy chiqib qolsa, asta qilaversa ish ketaveradi. Mana ko'prikni juda bu ko'prikni katta joydan olib kelib, vazirlar tomonidan kelib ko'prikni qilib. Ko'prikka gap yo'q lekin. Ko'prikni yaxshi qilib berdi. Bo'lgan Oqsulatdan Mekkanboy, Qaraterdan Davron aka deganlar bechoralar olamdan o'tib ketdi. Ana shular juda ko'p yugurib shu yo'llarni qildi. Yo'lbahorda olamdan o'tdi. Nasib bo'lsa endi mana shu yerga keyingi yil nasib qilsa obod bo'lib, bundan ham zo'r obod bo'lgan joylariga kelish nasib qilsin.